Do'stlar, juda ko'pchilikdan kelayotgan savollarga 3 tasiga javob berib o'tib ketamiz. Issiqxonani narxi qancha? Kreditga qurib berasizlarmi? Undan tashqari shartnomadan keyin qanchada qurib berasizlar deb so'rayapsizlar. Birinchi masalaga keladigan bo'lsak, nimaga videoda narxini aytib o'tib ketmayapmiz? Nimagaki juda ko'pchilik videoni ko'ryapti-da, ba'zi videolarimizni 3 yil oldin qo'yganmizda, u videoda narxini aytgan bo'lsak, hozirgi kunda ko'ryapti. 3 yil o'tgandan keyin ko'rib turib, siz narxini misol uchun aytyapman, $2000 degan ekansiz, nimaga hozir endi $3000 deyapsiz yo $4000 deyapsiz degan gapni aytishyapti. Sizlar videoda tagiga o'tib ko'rdingizmi sanasini, qachon qo'yilgan u video desangiz, juda ko'pchilik ko'rmaydi, juda ko'pchilik e'tibor bermaydi yani. Shuning uchun narxini aytmaymiz. Narxi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, to'liq ma'lumotni berishadi. Ya'ni 1 sotik issiqxonangiz $1000 bo'ladigan bo'lsa, agar siz 5 sotik, 10 sotik qurdiradigan bo'lsangiz, $500 dan tushadi. Taxminiy summani aytyapman. Ya'ni obyemingiz qanchalik ko'paygan sari, shunchalik narxi pasayib boraveradi. Ya'ni uni 1 qavatli qilgizasiz, 2 qavatli, 3 qavatli ichida stelaji bo'ladimi, qanaqa qulayliklar, kapelniy sistemasi, tumanka sistemalarini qilib beryapmiz. Qulayligiga qarab narxi o'zgarib ketaveradi. Keyin kredit masalasiga keladigan bo'lsak, ikkinchi javobimiz, kreditga biz qurib beryapmiz, ya'ni o'zimizdan muddatli to'lov yoki kreditlar yo'q. Hozirgi paytda prezidentimiz yosh tadbirkorlarni rivojlantiring, har bir oila o'zini o'zi band qilsin, kambag'allikdan olib chiqaylik deb kreditlarda o'tgan yil 33 milliongacha edi, bu yil 100 milliongacha deb belgiladi. 2024-yilda. Siz endi hozirgi kunga kelib mahalladan 100 milliongacha zalog qo'ymasdan kredit olishingiz mumkin. Faqat kreditni to'g'ri yo'naltiradigan bo'lsangiz, to'g'ri maqsadli yo'naltiradigan bo'lsangiz, undan daromad olib, bemalol o'zini o'zi qoplasanglar bo'ladi. Ya'ni 3 yillik imtiyozli davri bor, undan keyin to'lab borasizlar. Bunaqa imkoniyat berilmagan. Bu juda ham yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. Nimagaki ba'zi odamlar o'zi moliyaviy tomonlama pul to'play olmaydi-da, undan keyin yangi ishni boshlashga qiynaladi. Haqiqatan boshqa kredit tavsiya etmayman, lekin boshqa yo'l topolmagan odam buni qilishga zo'r imkoniyat. Endi 3-masalaga keladigan bo'lsak, agar bu qaysi qonunda belgilangan, prezidentimizning qaysi qarori deydigan bo'lsanglar, internetga kirsanglar to'lib yotibdi. Bu haqida to'liq ma'lumot olishga ham harakat qilamiz. 3-masala, qancha muddatda qurib berasizlar? Hozirgi paytda sizga to'liq javob bera olmayman. Ya'ni agar bugun keladigan bo'lsangiz, bugun shartnoma tuzadigan bo'lsangiz, loyiha bo'yicha mutaxassislarimiz bor. Ya'ni bizi 1 oylik yo 10 kunlik yo 3 kunlik ishimiz bor. Shundan keyin brigadalarimiz boradi deb sizga sanasini ayta olmayman. Agar siz hozir so'rayapsiz, qancha muddatda qurib bera olasiz? Hozirgi paytda misol 1 oylik ishimiz bor. 1 oydan keyin sizga qurib beramiz, mancha muddatda tayyor bo'lib chiqib ketadi. Yoki siz yozda telefon qiladigan bo'lsangiz, hozir 1 oyda hisobini olib turib, yozda telefon qildingiz, ishlarimiz ko'payib ketdi. Unda balki 1,5 oyga cho'ziladi. Balki siz bilan shartnoma qilgandan keyin 3 kundan keyin qilib beramiz. Ya'ni ishimizga qarab turib, jarayoniga qarab, qanchada sizni obyektingizni tugatib berishimizni ayta olamiz. Sizda balki 1 sotik qildirish niyati bordir, balki 2 gektar, 3 gektar qildirish niyat bordir. Unga qarab aniq ma'lumotlarni aytib bera olamiz. Agar o'zingizlarni qiziqtirgan yana qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga zamonaviy issiqxonalarni qurib berishdan charchamaymiz. Yana bitta yangiligimiz bor. Hozirgi paytda qo'shni davlatlardan juda ko'plab odamlar telefon qilyapti, so'rayapti, shogird olasizmi deb. Yaxshi niyat qilganmiz, ya'ni bu issiqxonani rivojlantirish maqsadida ko'plab yurtdoshlarimiz to'g'ri issiqxonadan foydalansin, ular qursin degan maqsadida master klass qilamiz. Zamonaviy koreyskiy issiqxonalarni qanday qurish kerak, ularda qanday foydalanish kerak, bu haqida ma'lumotlar qilib, shogirdlar olib, imkon qadar shu setimizni kengaytirib, odamlarga to'g'ri issiqxona qurib berishga harakat qilamiz. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondan oxirgi paytda ham juda ko'p telefonlar bo'lyapti, ayniqsa chekka viloyatlardan ham ko'p telefon bo'ladi. Biz kichkina obyektlarga bora olmagan joyimizga bemalol bizning shogirdlarimiz borib qurib berishi mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar. Qo'shimcha savollarga albatta kommentariyalarda javob berib ketamiz. Rahmat.